Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim, har bir oilaga tegishli bo'lgan masalani tushuntirmoqchiman. Qariyalar kasalxonada davolanmaydimi degan gaplar qayerdan chiqyapti? Yangi tartib nimani anglatadi? Kimlar xavotirga tushishi kerak? Kimlar esa ortiqcha vahimaga berilmasligi kerak? Bu ma'lumot ota-onasi, buvisi, bobosi, surunkali kasalligi bor yaqinlari bo'lgan har bir inson uchun juda muhim. Videoni ho'zroq oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri qadam bemorni kasalxonaga yotqizishda muammo tug'dirishi mumkin. Kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bunday mavzularni oddiy tilda huquqiy va tibbiy tomondan tushuntirib beraman. Men avvalo bir narsani aniq aytaman. Qariya odam kasal bo'lsa, uni davolash mumkin emas degan qoida yo'q. Bunday qoida bo'lishi ham mumkin emas. Insonning yoshi katta bo'lgani uchun unga tibbiy yordam ko'rsatmaslik qonuniy ham, axloqiy ham emas. Lekin amaliyotda odamlar nimadan norozi bo'lyapti? Masala shundaki, ayrim joylarda kasalxonaga yotqizish tartibi qat'iylashgan. Yo'llanma, tekshiruv natijalari, diagnoz asoslari. Shoshilinch holat bor yo'qligi ko'proq so'ralyapti. Oldin ba'zi bemorlar tanish bilish orqali shifokor bilan kelishib yoki yoshi katta, holi og'ir degan umumiy gap bilan bo'limga yotqizilgan bo'lsa, endi ko'proq hujjat, ko'rsatma va asos talab qilinmoqda. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Kasalxona bu mehmonxona emas. U yerda joy cheklangan, shifokorlar soni cheklangan, dori-darmon, apparat, hamshira va parvarish imkoniyati ham cheklangan. Shuning uchun kasalxonaga aynan statsionar davolanishga muhtoj bemor yotqizilishi kerak. Agar bemorni poliklinikada, kunduzgi statsionarda yoki uy sharoitida nazorat qilish mumkin bo'lsa, kasalxona uni darhol qabul qilmasligi mumkin. Mana shu narsa odamlar orasida qariyalarni davolamayapti degan og'ir gapga aylanib ketmoqda. Oldin ko'p oilalarda shunday tushuncha bor edi. Odamning yoshi 70 dan oshgan bo'lsa, bosimi ko'tarilsa, oyoqlari shishsa, yuragi bezovta qilsa, darhol kasalxonaga yotqizish kerak. Albatta, ayrim holatlarda bu to'g'ri. Masalan, insult belgilari, yurak xuruji, hushdan ketish, nafas qisishi, qon miqdorining keskin oshishi yoki tushib ketishi, og'ir infeksiya, suvsizlanish, qon ketish, sinish, pnevmoniya kabi holatlarda shoshilinch yordam kerak. Lekin har bir bosim ko'tarilishi, har bir bel og'rig'i, har bir umumiy holsizlik kasalxonaga yotish uchun yetarli asos bo'lavermaydi. Masalan, 76 yoshli otaxonning bosimi yig'irga do'qqinib bo'ldi. U odamda bosh aylanishi yo'q, nutqi buzilmagan, qo'l oyog'i ishlayapti, nafas olishi normal. Bunday holatda shifokor dori tartibini o'zgartirishi, tahlil buyurishi, uyda nazorat qilishni tavsiya qilishi mumkin. Lekin 76 yoshli boshqa bir otaxonning bosimi 200 ga bidon bo'lib, ko'kragi siqilsa, sovuq ter bossa, chap qo'lga og'riq bersa, bu allaqachon xavfli holat. Bunda tez yordam chaqirish, EKG qilish kerak bo'lsa, kasalxonaga yotqizish zarur. Ko'ryapsizmi? Yoshning o'zi emas, holatning og'irligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Endi ko'proq talab qilinayotgan narsa asos. Ya'ni bemorni kasalxonaga yotqizish uchun shifokorda tibbiy sabab bo'lishi kerak. Bu sabab hujjatda ko'rsatiladi. Masalan, poliklinika shifokorining yo'llanmasi, tahlil natijalari, rentgen yoki UZI xulosasi EKG, qon bosimi qaydlari, qand ko'rsatkichlari, nevrolog, kardiolog, terapevt yoki boshqa mutaxassis xulosasi. Agar bemor shoshilinch holatda bo'lsa, unda tez yordam brigadasi bemorni olib boradi va qabul bo'limida holat bog'lanadi. Agar hayotga xavf bo'lsa, hujjat yetishmayapti, bemorni tashlab qo'yish mumkin emas. Lekin agar bemor rejali davolanishga kelayotgan bo'lsa, masalan, oyog'i og'riyapti, 2 haftadan beri yurishi qiyin, shifokor ko'rib bersin degan holatda, qabul bo'limi avval poliklinikaga boring, yo'llanma oling, tekshiruvlardan o'ting deyishi mumkin. Bu rad etish emas, bu yo'naltirish. Ammo odamlar bu farqni ko'pincha tushunmaydi. Meni kasalxonadan qaytarishdi deyshadi. Aslida shifokor sizga hozir statsionar shart emas, avval birlamchi bo'g'inda tekshiruvdan o'ting degan bo'lishi mumkin. Men ayniqsa quyidagi holatlarda oilalarni juda hushyor bo'lishga chaqiraman. Agar qariya odamda to'satdan nutq buzilsa, yuzning bir tomoni qiyshayib qolsa, qo'l yoki oyoq uvishib ishlamay qolsa, bu insult belgisi bo'lishi mumkin. O'tib ketar deb kutmang. Bunday holatda har bir daqiqa muhim. Tez yordam chaqiring. Bemorni o'zingiz mashinaga solib uzoq yurishga ham shoshilmang, chunki yo'lda holati og'irlashishi mumkin. Agar ko'krakda bosuvchi og'riq bo'lsa, og'riq chap qo'lga, jag'ga, kurakka bersa, bemor hansirasa, sovuq ter bossa, bu yurak xuruji belgisi bo'lishi mumkin. Ayrim qariyalarda yurak xuruji kuchli og'riqsiz ham o'tadi.
Masalan, bakın 2 yoshli ayolda faqat holsizlik, ko'ngil aynishi, terlash va nafas qisishi bo'lishi mumkin. Oila esa qari odam charchagan deb o'ylaydi. Mana shu eng katta xatolardan biri. Agar qandli diabeti bor qari odamda hush chalkashsa, gaplar tushunarsiz bo'lsa, qattiq chanqasa, tez-tez yeyishga chiqsa yoki aksincha sovuq terlab, titrab, ko'zi xiralashsa, qand darajasi xavfli o'zgargan bo'lishi mumkin. Bunda uyda shirin choy berib kutib o'tirish har doim ham to'g'ri emas. Qand o'lchash kerak, tez yordam bilan maslahatlashish kerak. Agar bemorda isitma o'tsa-qiji 5 dan yuqori bo'lib, nafas qisishi, yo'tal, lablar ko'karishi, umumiy holsizlik kuchaysa, ayniqsa 7 yoshdan oshganlarda bu pnevmoniya yoki boshqa og'ir infeksiya belgisi bo'lishi mumkin. Qariyalarda infeksiya yosh odamlardagidek yorqin ko'rinmasligi mumkin. Ba'zan isitma past bo'ladi, lekin odam birdan yotib qoladi, ovqat yemaydi, chalkash gapiradi. Bu ham xavfli signal. Endi ikkinchi tomonini ham aytaman. Har bir qariya odamning doimiy dori ichishi, qon bosimini nazorat qilishi, poliklinikada ro'yxatda turishi normal holat. Masalan, 68 yoshli ayolning tizzasi og'riyapti, yurganda qirsillaydi, lekin isitmasi yo'q, shish qizarib ketmagan, yiqilmagan, umumiy holati barqaror. Bu holatda travmatolog yoki revmatolog ko'rigi, rentgen, dori-darmon, fizioterapiya kerak bo'lishi mumkin. Lekin shoshilinch kasalxonaga yotqizish shart bo'lmasligi mumkin. Yoki 73 yoshli otaxonning bosimi ba'zan 1.6 ga chiqadi, lekin u dorilarni vaqtida ichmaydi, tuzni ko'p iste'mol qiladi. Shifokorga 6 oydan beri bormagan. Bunday holatda birinchi qadam kasalxona emas, dorilarni qayta ko'rib chiqish, kundalik bosim daftarini yuritish, tahlillar topshirish, terapevt yoki kardiologga kirish bo'ladi. Agar shundan keyin ham bosim nazoratga tushmasa, shifokor rejali yotqizish masalasini ko'rib chiqadi. Yana bir misol. Akazam yoshli, bo'yining uyqusi buzilgan, ishtahasi pasaygan, kayfiyati yo'q. Oila kasalxonaga yotqizib, ukol olib chiqsin deydi. Lekin bu holat depressiya, qalqonsimon bez muammosi, kamqonlik, vitamin yetishmovchiligi, yurak yetishmovchiligi yoki demensiya boshlanishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Buni aniqlash uchun tekshiruv kerak. Faqat ukol bilan masala hal bo'lmaydi. Men ekspert sifatida eng ko'p ko'radigan xato shuki, oilalar bemorni o'g'irlashgandan keyin o'lib keladi, lekin hujjatlar yo'q. Doimiy dorilar nomi noma'lum, tahlillar eski, qaysi kasalliklar borligi aniq emas. Shifokor savol beradi. Qachondan beri bosim bor? Javob ancha bo'ldi. Qanday dori ichadi? Javob oq tabletka, yana bittasi ko'k edi. Qandi nechchi bo'ladi? Javob bilmaymiz. Mana shu vaziyatda shifokor ham qiyin ahvolda qoladi. Qariya bemor bilan ishlashda har bir ma'lumot muhim. Oldingi diagnozlar, allergiya, ichayotgan dorilar, operatsiyalar, qon bosimi va qon nazorati, buyrak va jigar holati. Yangi tartiblar aynan shu masalada oilalarni intizomli bo'lishga majbur qilyapti. Bu yoqimsiz tuyulishi mumkin. Lekin to'g'ri tashkil qilinsa bemorning o'ziga foyda. Chunki qariya odamga dori yozishda ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, buyragi sust ishlayotgan bemorga ayrim og'riq qoldiruvchi dorilar zarar qilishi mumkin. Qon suyultiruvchi dori ichadigan odamga ba'zi ukollar xavfli bo'lishi mumkin. Qandli diabeti bor bemorga ayrim gormon dorilar qonni keskin oshirib yuboradi. Shuning uchun kasalxonaga yotqizib, hamma ukolni qilsin degan yondashuv har doim ham foydali emas. Endi istisnolar haqida gapiraman. Agar bemor shoshilinch holatda bo'lsa, yo'llanma yo'q deb yordam kechiktirilmasligi kerak. Hayot uchun xavfli holatda birinchi vazifa hujjat emas, bemorning hayotini saqlab qolish. Bunday holatlarga og'ir nafas qisishi, hushdan ketish, insult belgilari, yurak xuruji gumoni, og'ir jarohat, qon ketish, o'tkir qorin og'rig'i, og'ir allergik reaksiya, tutqanoq, qonning o'zgarib, qonning xavfli o'zgarishi. Lekin shoshilinch holatni odamning yoshi yoki qarindoshlarining qo'rquvi emas, tibbiy belgilar belgilaydi. Masalan, onam tavazin 5 yoshda. Shu uchun darhol yotqizishlari kerak degan talab tushunarli, lekin tibbiy jihatdan yetarli asos bo'lmasligi mumkin. Aksincha, 55 yoshli odamning yurak xuruji bo'lsa, u tavazin 5 yoshli, lekin holati barqaror bemordan oldin yordam olishi mumkin. Bu adolatsizlik emas, bu tibbiy saralash tamoyili. Yana bir istisno, ijtimoiy holati og'ir, qarovchisi yo'q, o'zi yura olmaydigan, ovqatlana olmaydigan, dori ichishni nazorat qila olmaydigan qariyalar bor. Bunday holatda faqat tibbiyot emas, mahalla ijtimoiy xizmat, patronaj hamshira, oilaviy shifokor, tegishli tashkilotlar birga ishlash kerak. Kasalxona doimiy parvarish uyi emas, lekin tibbiy ko'rsatma bo'lsa, bunday bemor ham albatta ko'rib chiqilishi kerak.
Amaliyotda eng xavfli holatlardan biri og'zaki rad javobidir. Masalan, oila bemorni olib boradi, qabul bo'limida kimdir joy yo'q, yo'llanma yo'q. Qari odamlarni olmaymiz. Poliklinikaga boring deydi. Oila esa qaytib ketadi. Men bunday vaziyatda hissiyotga berilmasdan madaniyat bilan, lekin qat'iy harakat qilishni maslahat beraman. Avvalo shifokordan bemorning ko'rilishini, bosimi, harorati, saturatsiyasi, puls o'lchanishini, holati tibbiy hujjatda qayd etilishini so'rang. Agar yotqizish uchun asos yo'q deyilsa, sababini yozma yoki rasmiy qayd shaklida tushuntirishlarini so'rang. Bu janjal qilish uchun emas. Bu bemorning huquqini himoya qilish va keyingi bosqichda to'g'ri yo'l tutish uchun kerak. Chunki og'zaki gap keyin isbot bo'lmaydi. Bizni qaytarishdi degan gap bilan muammoni hal qilish qiyin. Lekin qabul bo'limi ko'rgin. Shifokor xulosasi, tavsiya, yo'llanma talabi, tekshiruv natijalari bo'lsa, keyingi shifokorga ham, rahbariyatga ham kerak bo'lsa, sog'liqni saqlash bo'yicha mas'ul tashkilotlarga ham aniq murojaat qilish mumkin. Men har bir oilaga oddiy papka tayyorlab qo'yishni tavsiya qilaman. Bu papkada bemorning pasport nusxasi yoki shaxsini tasdiqlovchi hujjati, tibbiy karta ma'lumotlari, oxirgi tahlillar, EK, UZI, rentgen javoblari, shifokor xulosalari, doimiy ichadigan dorilar ro'yxati bo'lishi kerak. Dorilar ro'yxatida faqat nom emas, dozasi va qachon ichish ham yozilsin. Masalan, amlodipin 5 mg, ertalab bir dona, metformin 1000 mg, ovqatdan keyin kuniga 2 mahal, aspirin 7-5 mg, kechqurun kabi. Agar bemorda allergiya bo'lsa, alohida katta qilib yozib qo'ying. Masalan, penisilinga allergiya. Novokainga reaksiya bo'lgan. Diklofenakdan oshqozon og'riqi kuchaygan. Qariyalarda allergiya, oshqozon yarasi, buyrak yetishmovchiligi, qon ketish xavfi kabi narsalar juda muhim. Shifokor buni bilmasa, oddiy ko'ringan dori ham zarar keltirishi mumkin. Agar holat shoshilinch bo'lmasa, birinchi qadam oilaviy shifokor yoki poliklinika bo'lishi kerak. U yerga borganda umumiy onam yomon demang. Aniq ayting, qachondan beri qanday belgi? Nima kuchaytiradi, nima kamaytiradi? Bosim nechi bo'lyapti? Qand nechi, isitma bormi? Nafas qisadimi? Sishi o'zgarganmi? Yiqilganmi? Yangi dori ichganmi? Shifokorga savolni ham aniq bering. Bu holatda statsionar davolanish kerakmi? Qaysi mutaxassis ko'rigi zarur? Qanday tahlillar topshiramiz? Qaysi belgilar bo'lsa tez yordam chaqiramiz. Agar shifokor kasalxonaga yo'llanma bersa, yo'llanmada diagnoz. Yotqizish sababi, qilingan tekshiruvlar va bemorning holati ko'rsatilganiga e'tibor bering. Ba'zan yo'llanma juda umumiy yoziladi, kasalxona esa asos yetarli emas deb qaytarishi mumkin. Shuning uchun hujjat aniq bo'lishi kerak. Masalan, surunkali yurak yetishmovchiligi zo'rayishi, oyoqlarda shish, hansirash, EKG o'zgarishlari, statsionar davolanish tavsiya etiladi degan yozuv bilan yuragi og'riyapti degan yozuvning farqi katta. Tez yordamga qo'ng'iroq qilganda ham aniq gapirish kerak. Bobom o'layapti, tez kelinglar degan vahimali gapdan ko'ra belgilarni aytish foydaliroq. Masalan, bemor 7-8 yoshda, bosimi 2 kunga 1 yon, ko'kragida bosuvchi og'riq bor. Nafas qisilyapti, sovuq ter bosgan. Yoki bemor ma'lum bir yoshda birdan gapira olmay qoldi. O'ng qo'li ishlamayapti, yuzining bir tomoni qiyshaygan. Mana shunday ma'lumot dispetcherga holat jiddiyligini tushunishga yordam beradi. Tez yordam kelguncha bemorni tinch joyga yotqizing. O'zboshimchalik bilan ketma-ket dori bermang. Ayniqsa bosim dorisini bir necha marta takrorlamang. Qariyalarda bosimni birdan tushirib yuborish ham xavfli. Agar bemor hushsiz bo'lsa, og'ziga suv, tabletga ovqat bermang. Nafasini kuzating. Qaysi dorilarni ichganini, qachon ichganini yozib qo'ying. Bu oddiy ko'ringan ishlar shifokorga juda katta yordam beradi. Qabul bo'limida eng to'g'ri yo'l tinch, aniq hujjat bilan gapirish. Shifokor bilan tortishish, baqirish, sizlar davolamaysizlar deb boshlash ko'pincha vaziyatni yomonlashtiradi. Men doim aytaman, bemor huquqini himoya qilish boshqa, tibbiyot xodimini haqorat qilish boshqa. Siz qat'iy bo'ling, lekin madaniyatli bo'ling. Iltimos, bemorning holatini ko'rib, yozma xulosa bering. Agar yotqizilmasa, qaysi sabab bilan va qayerga murojaat qilishimiz kerakligini tushuntiring deb ayting. Agar joy yo'q deyilsa, boshqa bo'lim yoki boshqa muassasaga yo'naltirish tartibi qanday deb so'rang. Agar shoshilinch holat bo'lsa, bemorni shunchaki uyga yuborish to'g'ri emas. Agar rejali holat bo'lsa, navbat, yo'llanma, qo'shimcha tekshiruv talab qilinishi mumkin. Har ikki vaziyatni farqlash kerak. Bu mavzuda ham ochiq gapirish kerak. Agar kimdir joy topish uchun, tezroq yotqizish uchun, qari odamni olish uchun norasmiy pul so'rasa, bu juda jiddiy masala. Rasmiy to'lov bo'lsa kassa,
kvitansiya, shartnoma bo'ladi. Norasmiy pul esa bemorni ham, oilani ham himoyasiz qoldiradi. Men bunday holatda pulni qo'lga berib muammoni yopishni emas, rasmiy tartibni so'rashni maslahat beraman. Qaysi xizmat pullik, kvitansiya beriladimi, rasmiy narx qayerda yozilgan deb so'rang. Agar noqonuniy talab bo'lsa, tegishli ishonch telefonlari yoki rahbariyatga murojaat qilish mumkin. Men ko'p yillik kuzatuvlarimdan shuni aytaman. Qariyalar uchun eng katta xavf faqat kasalxona qo'ydasi emas, balki kechikish. Oila bir hafta kutadi, keyin mahalladagi tanishdan maslahat oladi, keyin internetdan dori qidiradi, keyin ukolchi chaqiradi, keyin bemor og'irlashganda kasalxonaga yuguradi. Shunda shifokorlar ham murakkab holat bilan duch keladi. Masalan, oddiy siydik yo'li infeksiyasi vaqtida davolansa, uy sharoitida nazorat qilinishi mumkin. Lekin qariyada bu infeksiya buyrakka o'tib, sepsisga aylansa, reanimatsiya kerak bo'lishi mumkin. Yoki yurak yetishmovchiligi bor bemorda oyoq shishi va hansirash boshlangan. Oila qarilikda deb yuradi. Bir oy o'tib bemor yotganda ham nafas ololmay qoladi. Bu vaqtda kasalxonaga yotish ehtimoli yuqori, davolash ham qiyinroq. Shuning uchun yangi tartibdan qo'rqishdan ko'ra kasallikni vaqtida nazorat qilish muhimroq. Men sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam, oilangizdagi qariya bemorlarning doimiy kasalliklari ro'yxatini tuzing. Qon bosimi, qandli diabet, yurak kasalligi, insult tarixi, buyrak, jigar, o'pka, bo'g'im, ko'z, eshitish, demensiya kabi muammolarni yozing. Ikkinchi qadam, dorilar ro'yxatini yangilang. Har bir dorining nomi, dozasi qachon ichilishi va nima uchun berilganini yozib qo'ying. Dori qutisini saqlang, lekin faqat qutiga ishonmang. Alohida ro'yxat bo'lsin. Uchinchi qadam, oxirgi tahlillarni tartiblang. Qon umumiy tahlili, siydik tahlili, qand, kreatinin, jigar ko'rsatkichlari, EKG kerak bo'lsa, o'zi yoki rentgen javoblarini papkaga joylang. To'rtinchi qadam, oilaviy shifokor bilan aloqa qiling. Bizning bemorimizda qaysi belgilar xavfli hisoblanadi, qachon tez yordam chaqirishimiz kerak, qachon poliklinikaga kelishimiz kerak deb oldindan so'rab oling. 5-qadam. Agar kasalxonaga borish kerak bo'lsa, hujjat bilan boring. Yo'llanma shaxsni tasdiqlovchi hujjat, tahlillar, dori ro'yxati oldingi xulosalarini olib boring. Qabul bo'limida hamma narsani aniq ayting. 6-qadam. Agar rad javobi bo'lsa, sababini tushuntirishlarini so'rang. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Bemor ko'rilganini, holati baholanganini, keyingi tavsiya berilganini bilib oling. 7-qadam. Favqulodda belgilarni oilangizdagi hamma bilsin. Uyda faqat bitta odam bilib qolmasin. Farzandlar, kelinlar, nabiralar ham insult, yurak xuruji, qon tushishi, og'ir nafas qisishi belgilarini tanisin. Demak, azizlar, qariyalar davolanmaydi degan gapni to'g'ri tushunish kerak. Qariya odam davolanish huquqiga ega. Lekin kasalxonaga yotqizish uchun tibbiy asos, hujjat va holatning og'irligi muhim. Shoshilinch holatda yordam kechiktirilmasligi kerak. Rejali holatda esa poliklinika, yo'llanma, tahlil va mutaxassis xulosasi talab qilinishi mumkin. Eng katta xato vahima qilish emas, kechikish, hujjatsiz yurish va o'zboshimchalik bilan dori berishdir. Men sizdan so'rayman. Oilangizda qariya bemor bo'lsa, bugunoq uning hujjatlarini tartibga keltiring. Dorilar ro'yxatini yozing, xavfli belgilarni eslab qo'ying. Kommentariyada yozing. Sizning hududingizda kasalxonaga yotqizish bilan bog'liq qanday muammolar bo'lyapti? Yo'llanma so'rashyaptimi, joy yo'q deyishyaptimi yoki hammasi tartibli ishlayaptimi? Fikringiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bir kuni kimningdir hayotini saqlab qolishi mumkin.